gunohim bor edi bilmadim. Ko'zlaringga men vaqtida to'ymadim. Kelmagin seni umuman sog'inmadim. Sevasanmi sevmaysanmi endi farqi yo'q. Zo'rlarim ketardi havolanib, kunlarim o'tardi ko'z sog'inib. Mana kelibsan oqibat qiynalib. Sevasanmi sevmaysanmi endi farqi yo'q. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevasanmi sevmaysanmi menga farqi yo'q. Menga farqi yo'q deb qo'ling siltaganding. Esingdami eslasang ham endi farqi yo'q. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevasanmi sevmaysanmi menga farqi yo'q. Alo, Nima gap? qattasiz Jasur aka? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Farruh yuribdi uyda. Menga farqi yo'q deb qo'ling siltaganding. Esingdami eslasang ham endi farqi yo'q. Sevasanmi sevmaysanmi farqi yo'q. Sevasanmi sevmaysanmi Bilasanmi seni ko'rgim kelganida ko'rolmay tasavvuringdan qocholmay qiynalgan damlarimda aytgin qayda eding. Gaplarimga ham e'tibor bermagan eding. Endi farqi yo'q. Bilaman ko'zlarim ko'rging keladi va unga ter bo'lging keladi, lekin buni aslo iloji yo'q. Qayga qaramagin meni ko'rasan, azoblarda hozir yonasan. Endi farqi yo'q. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevasanmi sevmaysanmi menga farqi yo'q. Menga farqi yo'q deb qo'ling siltaganding. Esingdami eslasang ham endi farqi yo'q. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevasanmi sevmaysanmi menga farqi yo'q. Menga farqi yo'q deb qo'ling siltaganding. Esingdami eslasang ham endi farqi yo'q. Qayg'u degan tuyg'ular senga begona edi. Mama, nima bu? Senga do'st. Sen bilasan, qanday uyimiz kelib qoldi, men chakmasam. Men ham chakmayman-ku. O'zidan o'zi kelib qolmaydi-yu. Men suv iching. Charchadingizmi? Rosa ham charchadim. Kuni bilan ishda bo'ldim. Ushlab bo'pti. Dam Cho'g'rib oling. chiqay. Otvorman buni, uyimizda bunaqa narsalar turmasin. Xo'p. Qayg'u, alam, degan tuyg'ular senga begona edi. Hozir ular senga chan do'st, chin yo'q. Endi mana ajratishni o'rganibsan. Senga 15 minut vaqt narsalaringni yig'ishtirganda chiqib ket uyimdan. Tushunarlimi? Alo. Alo, Nima bo'ldi jonim, tinchlikmi? Jasur aka qattasiz? Hozir eringni kuzatib bordim. Bilib qoldilar Farruh akam. Nimani bilib qoladi, tushunmadim. Nima kulyapsizman ustimdan? Bilib qoldilar bizani. O'zingizni ham vanada qoldirib ketasizmi? Esimdan chiqib qopti-da. Nima qilishim kerak endimi? Agar yo'lini o'ylab topmasangiz, Nima? sizni sotaman. O'ylab gapiryapsanmi? Ha.
Xo'p, Jasurbek. Xo'jayin uydamisiz? Ha. Tez qurilish bo'layotgan joyimizga yetib kela olasizmi? Ha, bo'ldi, boraman. Hozir lekin senda ko'nglim yo'q. Qo'y yig'lama, meni qiynama, meni o'ylama, yana sevaman dema. Bo'ldi qo'ygin, keta qolgin. Meni endi qiynama, ko'zlaringni yoshlama. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevmasammi, sevmaysammi, menga farqi yo'q. Menga farqi yo'q deb qo'ling siltaganding. Esingdami, eslasang ham endi farqi yo'q. Shahrimizning eng ko'zga ko'ringan obro'li kishilardan biri bo'lmish Farruh Hamrayev noma'lum ravishda izsiz yo'qoldi. Hozir biz bu haqda bilish uchun Farruh Hamrayevning ofisiga keldik. Jasur aka, ayta olmaysizmi, Farruh Hamrayev haqida nima deya olasiz? Hozir hech narsa bilmaymiz, bu bilan tegishli odamlar shug'ullanyapti. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevmasammi, sevmaysammi, menga farqi yo'q. Farruh Hamrayev yo'qolishi haqida nima deyasiz? Farruh Hamrayev g'oyib bo'lib qolishi bizning ishimizga ham ta'sir qilyapti. Bu ish bilan kerakli xodimlar shug'ullanmoqda. Topilib qolsa xabar beramiz. Menga farqi yo'q deb qo'ling siltaganding. Esingdami, eslasang ham endi farqi yo'q. Nima bo'ldi? Shotda u. O'lkani o'z ko'zing bilan ko'rding-ku. Yo'q, siz aldadingiz meni. Nima deb aldadi? Olbi qanaqaman baxtli edi. Bo'ldi, tur ketdik. Yo'q, qo'rqaman. Nimadan qo'rqasan? Yo'q-u. Alam, qayg'u degan tuyg'ular senga begona edi. Hozir esa ular senga do'st. Qayg'u, alam, degan tuyg'ular senga begona edi. Hozir ular senga chan do'st. Sizlar uylarda kulib uxlashadimi odamlar? Mana buni qo'yib yubor. Sen qarab turasizda, aytayotganda bor. Endi farqi yo'q joyiga keladi, shu joy. Inson emas bular. Shu holatda o'tirganda farqini aytaysan. Voy, kulgili gapirdim lekin. Men operatorga aytdim. Ya, kulmaydi. Chiroyli qarab. Yetib bordi, zo'r chiqibdi. Faqat nayga shulib qo'y. Bitta qarab so'z, bitta. Keyin gap oldi. Ha. Jasirgan turib bitta endi farq qo'yib ketaman-ku. Xidla. Ya, qalay? Nimaga? Qanaqa ketyapti? Men gapga yo'raman. Mana gap yo'q o'ziga. Gapga bormisizmi? Qara. Ha, qara, ko'zing. Bo'ldi, stop. Siz bitta qarashda 15 minut uxlab, hamma narsani yashirib chiqib ketdingiz. Bitta chiqishingda chiqib ketdingiz. Xiyonatdan qizib yeb qo'ydim. Bu qatda bunaqa narsa bo'lyapti. 10 yoshda qoldingmi? Kallang bor, sumiliga bormadim sanadi. Jasur o'ziga ko'p. Kulmavashchi menga. Davay, endi mana shu bitta orqaga qarashda, bitta orqaga qarang. Nima? Farruh. Nima deysiz? Ha, ishla. Nimaga kulyapsiz? Men o'girilmoqman 15 minut ishchi. Sen sirka o'yib bitirgansan. Nimaga haligacha yursa aktrisa bo'lmasdan? Ha, baqir. Senga 15 minut vaqt. Tez surib o'tdan hammang. Ikrom Muhammadilab Rizvon hammasi bo'ladi. Endi ko'p lekin gap. Kallang bormi? Sen ham kallang qatta bu. Sigaretlar idish chiqyapti va Kulma. Ishla. Turtib qo'ying. Shunaqami? Ha. Bunaqa emas, bundoq qiling, qattiq qo'lingizni qo'yib. Davay. Aytyapsiz, kelyapti. Aynan qon tushgan joyiga tepilar. Sotib qolgan. Yo'q, keks qotib qoladi-ku bu kegimcha. Mana-chi. Ya bo'ldi. Boya. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar.